17 yoshli qizman, yoshligimdan beri siyib qo'yaman degan kommentariy yozibdilar. Juda ham ko'p bunaqa holatlar 17 yosh, 20, 25 yosh qizlar atrofida davolanmagani sababdan o'zi yurishadi 14-15 yoshgacha o'tib ketadi deb o'ylaydi ota-onasi, lekin o'tib ketmaydi. 16 yoshda nimadirlar qilib davolanmoqchi bo'lishadi. Harakat qilib ko'rishadi. Kasallik vaqtida davolanmasa chuqurlashib boraveradi. Kuni kecha Germaniyada 17 yoshli qiz bilan konsultatsiya oldim. O'zi medik, Germaniyada o'qiydi, grantlar sohibasi, juda bir yetuk qiz. Ko'rsangiz oldima, lekin anurezi bor. Aslidagi sabab kelib chiqishi qo'rquvdan. Qo'rquvlari ishlanmagan. Qo'rqadi, har xil narsalardan qo'rqadi. Ishlash jarayonida shunaqa zo'r natijaga erishdik. Hozirgi kunda davomiy konsultatsiya olyapti. Bunaqa holatlar juda ham ko'p. O'tib ketadi deyish bu yechim emas. Hoziroq agar farzandga shu kasallik necha yosh, 5 yosh, 6 yosh, 10 yosh, 9 yosh yechim berilmasa, borgan sari chuqurlashib boraveradi va qiyinlashib boradi yechim. Agar siz ham farzandingiz enkefalocystik nevroz agressiya kasalliklari bilan bemor bo'lgan bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga murojaat qiling va biz sizga yechim beramiz.